Assalomu alaykum. Bugun hiragana alfavitining sa qatoridagi harflar bilan tanishib chiqamiz. Sagyo. Sa qatorida 5 ta harf bor. Sa, shi, su, se, so harflari. E'tibor beramiz. Sadan keyingi harf si harfi emas, shi deb talaffuz qilinadi. Shi. Hiragana alifbosida si degan harf mavjud emas. Uning o'rniga shi degan harf ishlatiladi. Har bir harf bilan alohida tanishib chiqamiz. Sa harfi. Yozish tartibi. Chapdan o'ngga, tepadan pastga va pastki qismi chapdan o'ngga. Harflar tepa va past qismlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, avval tepa qismi, keyin esa past qismi yoziladi. Yozish tartibi. Chapdan o'ngga, tepadan pastga ilmoq bilan tugatamiz va pastki qismi chapdan o'ngga. Birgalikda mashq ishlaymiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, pastki qismi chapdan o'ngga. Sa harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf shi harfi. Shi harfi bitta harakat bilan yoziladi. Tepadan pastga o'tishib, aylantirib yuboramiz. Yozish tartibi. Birgalikda mashq qilamiz. Tepadan pastga. Shi harfi bitta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf su harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, tepadan pastga bitta harakat bilan aylantirib yana pastga tushirib yuboramiz. Yozish tartibi. Chapdan o'ngga, tepadan pastga bitta harakat bilan aylantirib yana pastga tushirib yuboramiz. Birgalikda mashq ishlaymiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga aylantirib yana pastga. Su harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf se harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga. Shu joyda e'tibor beramiz. O'ng qismi tepadan pastga va chap qismi tepadan pastga tushirib, egib, burib yuboramiz. Odatda harflar chap va o'ng qismlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, avval chap qismini, keyin o'ng qismi yoziladi, lekin se harfi bu qoidaga bo'ysunmaydi. Ya'ni istisno sifatida se harfida avval o'ng qismi yoziladi, keyin esa chap qismi yoziladi. Yozish tartibi. Birgalikda mashq ishlaymiz. Chapdan o'ngga, o'ng qismi tepadan pastga, chap qismi tepadan pastga. Se harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf so harfi. So harfi bitta harakat bilan yoziladi. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga, yana tepadan pastga qilib aylantirib yuboramiz. Yozish tartibi. Birgalikda mashq ishlaymiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga, yana tepadan pastga qilib aylantirib yuboramiz. Sa qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Sa qatorida 5 ta harf mavjud. Qaysi harflar? Sa, shi, su, se va so harflari. Mashq ishlaymiz. Sa, shi, su, se, so. Sa, shi, su, se, so. Endi sa harflari ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz.
qanday o'qiladi? Pasa, pasa, soyabon. Saka, saka, qiyalik. Uso, uso, yolg'on. Asa, asa, ertalab. Soko, soko, tub. Sao, sao, qarmoq. Ase, ase, ter. Kesa, kesa, bugun ertalab. Assi, assi, ertaga. Ishi, ishi, tosh. O'si, o'si, itarmoq. Shika, shika, kiyik. Isi, isi, stul. Ushi, ushi, sigir. Esa, esa, hayvonlar ovqati. Suso, suso, kiyim etagi. Kushi, kushi, taroq. Sushi, sushi, sushi taomi. Suyka, suyka, tarvuz. Asoko, asoko, anavi yer. Kiseki, kiseki, mo'jiza. Osoy, osoy, sekin. Saiki, saiki, supermarket nomi. Shisei, shisei, qomat, qad. Saygo, saygo, oxiri. Kisov, kisov, bellashmoq. E'tibor bering, u harfi o'zidan oldingi kelgan o harfini cho'zib beradi degan edik. Lekin agar so'z fe'l bo'ladigan bo'lsa, unda u harfi aniq talaffuz qilinadi. Kisov so'zi bu bellashmoq degan fe'l bo'lgani uchun kisov deb undan oldingi kelgan o tovushini cho'zmasdan aniq talaffuz qilinadi. Yana bir marta takrorlaymiz. U harfi agar fe'l bo'lib keladi, fe'lda keladigan bo'lsa, unda aniq talaffuz qilinadi. Kiso emas, kisov, kisov. Keyingi so'zimiz kaygo, kaygo. Qariyalarga qarash. Sasoy, sasoy, taklif qilish. Shikashi, shikashi, ammo, lekin. Ukashi, ukashi, shirinlik. Oishi, oishi, mazali. Isekai, isekai, boshqa olam. Sagaken, sagaken, Saga prefekturasi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.